Instagramda hammani ko'rdim, kuzatdim deyman. O'shanda kuzatdim-da, hammani kuzatib birma-bir keldim-da, to'xtam sizga keldim-da. Hozir biz bu klientimizni lazerni shlifovka qilamiz, ya'ni ko'pchilik ayollarimizda vazirasnoy shunaqa quloq yonida yig'ilib qolgan ajinlar, oshiqcha terilar bo'ladi. Ko'zi yonidagi oshiqcha, ko'z atrofidagi oshiqcha terilar bo'ladi. Buni lazerni shlifovka kuydirish yordamida juda ham zo'r tekislab yoshartirib beradi. Mana bu klientlarimizni ko'z atrofida shunaqa singan ajinlar bor. Mana ko'zi tepasida ham, ko'zi pastida ham, yonida ham. Buni hozir shlifovka qildik. Mana terini kuydirgan hisobiga momentalniy effekt. Endi ichki ko'ng отек bo'ladi, undan keyin mana shu effekt saqlanib qoladi. Mana bu yoq taraflarida oshiqcha teri yo'q, tortsak ham yig'ilmaydi. Bu yoq taraflarida уже mana mana endi ikkala taraflariga ham qilib oldik. Mana ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Singan, yig'ilayotgan oshiqcha terilar siraj ketadi.